Samarqand shahriga tayyorlab bergan 20 talik komplektimiz ham tayyor bo'ldi. Narxi 18 million 800 mingga tayyorlab berdik. Puliga arziydimi yo'qmi? Videoni oxirigacha ko'rib baho berasiz. Stullar 100% yong'oq daraxtidan tayyorlangan. Materiallarni ham Turkiyaning materialdan spinkaga, sidinaga bir xil qilib qo'yib berganmiz. Machalkasi ham Qozog'iston machalka. Bemalol 70 kilo eng kamida odam o'tirsa, o'zini sifatini yo'qotmaydi. Material ham, machalka ham tashlab yubormaydi. 150 kilogacha odamni bemalol ko'taradi. Oldilari polni 3D fasonda yog'ochni o'ziga o'yib berilgan, laklar sepilgan, lak ham akrilli lak. Xon taxtasining razmeri 5,5 ga eni 1,20, 4 ta akvariumi bor. Tagida 4 ta simala tumbasi ham bor. Simalani ham yaxshidan qo'yib berganmiz. Bu stul komplekt hammasi zakaz asosida har bitta joyini o'zi tanlab berdi. Aytgandek tayyorlab berdik. Xonni ham yo'llarini polni gullar bilan aylantirib bezab berganmiz. Kimga shunaqa zakazlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib o'zimizga zakaz qilsanglar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Yetkazib berish ham xudo xolisa sifatli, mashg'ulotga yuz yetib boradi.